52 Uyg'ur tashkiloti birlashim chaqiriq e'lon qilib, musulmon davlatlarini Shi Jinpingning Saudiya Arabiston ziyoratida Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni ayblashga chaqirdi. 8 noyabr kuni faoliyat olib berayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi 52 Uyg'ur tashkilot birlashim chaqiriq e'lon qilib, musulmon davlat rahbarlarini va xalqaro tashkilotlarni Shi Jinpingning Saudiya Arabiston ziyorati mezgilida Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan vahshiyliklarni qattiq ayblashga hamda davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga xotim berishga chaqirdi. Shundaqla Saudiya Arabistonda tutib turilayotgan 4 nafar Uyg'urni Xitoy qaytarishning xalqaro ahdnomalariga xiloflik qilganlik deb eskartdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Aysa chaqiriqda Saudiya Arabistonda Shi Jinping bilan ko'rishganlar o'zlarining Uyg'ur musulmonlari qarta yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikqa javobgar hokimiyatning rahbari bilan ko'rishayotganligini bilishlari kerakligini, bo'libmi musulmon davlatlarining rahbarlari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarta sukutlarini jiddiy buzish lozimligini, islom qimmat qarashlarini qo'g'dash ularning diniy majburiyat ekanligini bildirgan. Birlashma chaqiriqda Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistondagi islom dini va madaniyati qarshi bostirish harakatlari, diniy cheklamalar, masjid madrasalarni vayron qilishi, diniy ta'lim-tarbiyalarni ma'ni qilishi va boshqa diniy zulmlarni birma-bir sanab o'tgan. Mazkur chaqiriqni e'lon qilishdagi maqsad haqida to'xtalgan Dolqin Aysa oldi bilan Shi Jinpingning Saudiya Arabiston ziyoratining Uyg'urlar masalasi bilan zich aloqador ekanligini tilga ilib, islomga jang e'lon qilgan, islom dinining dushmani bo'lgan Xitoy hokimiyatining rahbari Shi Jinping bilan o'zlarini islomning homiysi chaqlayotgan musulmon davlatlar rahbarlarining bir ustalda o'ltirishining jinoyat bo'lganligini ta'kidlagan. Shi Jinping 3 kunlik Saudiya Arabiston ziyorati mezgilida bir qancha cho'ng yig'inlarga qatnashdi ekan va 30 dan ortiq musulmon davlatlarining rahbarlari bilan uchrashdi ekan. Chaqiriqda bu musulmon davlatlarining BDTda oldingi oylarda o'tkazilgan Uyg'urlar masalasini kishilik huquq kengashida muzokara qilishga ovoz berish yig'inida Xitoy tarafda turganligi, bu davlatlarning rahbarlari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga davomli ko'z yumsa va uningga xotim berish yo'lida tirishchanlik ko'rsatmasa, musulmon ummatlarining o'rtaq islomiy qimmat qarashiga xiyonat qilganlik bo'ladiganligi eskartilgan ekan. Oq qog'oz inqilobi davomlashayotgan mezgilda bir qism Beijing saqchilari o'ttirga chiqib so'z qilib, davlatning hukumat amaldorlarini xalq bilan bir safda turishga chaqirgan. Yaqinda Beijing saqchisi Zhang Jiguang barliq hukumatdan ish haqi oladigan harbiy, saqchi, davlat ma'murlari va muqimlikni saqlaydigan xodimlarga oshkora ochiq xat yozib, erkinlik uchun kurash qilishga chaqirgan. Bu Twitter supsida oq qog'oz tutgan xalq ommasining o'zi uchun emas, balkim muqimlikni saqlaydiganlar uchunmi qilganligini, balkim shu saqchi oq kiyimlik muqimlikni saqlaydigan kishilarning qalbidami shundoq bir oq qog'oz borligini, boturlik bilan o'rindan turib, qalbiga yoshirgan ashu oq qog'ozni qo'lda ko'tarib o'tirg'i chiqishini, qo'llaridagi xalqqa taqobil turadigan qalqonlarni tashlab, erkinlik sepiga qo'shilishga chaqiriq qilgan. Sharq Turkiston yo'l qo'yilgan Xitoy virus yuqum qamidi sababli rayondagi Xitoy ko'chman aholilarida o'z yurtlariga ketish to'lqini ko'tarilganligi ijtimoiy aloqa vositalarida yaqinda buyon ko'plab oshkorlanib diqqat qo'zg'agan. Ijtimoiy taratqularda oshkorlangan ammo dalillanmagan sin ko'rinishlarda shikoyat qilgan Xitoylar o'zlarining Sharq Turkistondan ayrilishiga rayondagi qattiq qamal tadbirlari sabab bo'layotganligini bildirgan ekan. Bu xildagi sin ko'rinishlarda yana Xitoylarning ommaviy qatnash vositalari va shaxsiy avtomobillar bilan Xitoy o'lkalaridagi yurtlariga ketayotganligi, hatto ba'zi Xitoylarning qattiq sovuq va yig'ayotgan qarda yo'llardagi qamal va to'sqinlikqa qaramay yuktoqlarini ko'tarib piyoda ketayotgan manzarlar aks etgan. Xitoyning hukumat taratqullarining yaqin xabarlaridami Sharq Turkistondagi bir qism Xitoy ishlamchilarining o'z yurtlariga ketganligi isbotlanmoqda. Biangtuan gezitining 6 dekabrdagi xabarda oshkorlanishicha, Urumchi Sanji atrofiga joylashgan Biangtuan 12 diviziyasidan Xitoy virus yuqum qamali mezgilida 17 ming Xitoy ishlamchi Xitoy o'lkalaridagi yurtlariga ketgan. Xabarda Biangtuan 12 diviziyasidan yuqum qamali mezgilida 17 ming nafar Xitoy ishlamchining yurtlariga qaytishiga yordam berilganligi qayd qilingan. 12 diviziyaning 1-may dehqonchilik maydoni qatorliq organlaridagi doiralar yurtlariga ketgan va ketayotgan Xitoy ishlamchilarining ko'nglini elish xizmatini kuchaytgan ekan. Ular 60 dan ortiq poyezd vagoni, 96 yo'lovchilar avtobus ajratish orqali bu Xitoy ishlamchilarini yurtlariga yetkazib qo'yish, ko'nglini uftish, iqtisodiy naf berishdek vositalarni qo'llanib, ularning Biangtuanga yana qaytib kelish uchun xizmat ishlamoqda ekan. Amerikadagi Xitoy vaziyat analizchilaridan Chicago universitetining takliflik professori, kishilik huquq advokati Teng Biyovning qarashicha, Biangtuan gazetida berilgan bu xabar Sharq Turkistonda yurgizilgan qattiq qamal siyosatiga bardoshlik berilmagan Xitoy fuqarolarining Sharq Turkistondan qochayotganligini Xitoy hukumat taratqularida rasmiy isbotlanishi hisoblanganligini, navbatda rayondagi qamal siyosati sababli Xitoy fuqarolaridan noroziliklar kuchayotgan bo'lsa-mu, kommunist Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi bostirishni yana davom qildiganligini bildirib, Xitoy
kommunist hukumatining atalmish Şinjandagi qattiq bostirish va Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatini yana davom qildiganligini, yig'ib olish lagerlari, irqiy qirg'inchilik, Uyg'urlarga musulmonlarga bo'lgan nazoratning bo'shatilmaydiganligini, Bentuen doiralarining har xil amallar bilan Xitoy ishlamchilarini Sharq Turkiston qaytirib kelishga, Xitoy hukumatining Sharq Turkistonga Xitoy ko'chmanlarini yutkazish siyosatining bundan keyin yana davom qildiganligini ta'kidlagan. Yevropa İttifaqı İchki ishlar ministrligi 9 dekabr bugun 100 yilda yig'in ichib, Xorvatiston, Bulgariya va Ruminiya qatorliq 3 davlatning Yevropa Schengen rayoniga kirish masalasi to'g'risida bilat tashlagan. Natijada Xorvatistonning iltimosi 100% ovoz bilan o'tib, qolgan 2 davlatning iltimosi Avstriya va Gollandiyaning qarshi turishi bilan tasdiqdan o'tmagan. Schengen davlatlar rayoni Yevropa İttifaqidagi Norvegiya, Fransiya, Germaniya, Finlandiya va Shveysariya qatorliq 22 davlatni o'z ichiga olgan bo'lib, odatda bu davlatlar orasida kirib chiqishda chegara tekshirish bekor qilingan. 1985-yili 14-iyun G'arbiy Germaniya, Fransiya, Gollandiya, Belgiya, Lyuksemburg qatorliq 5 davlat vakillari Lyuksemburgga joylashgan Schengen kentida davlatlar o'rtasidagi chegara tekshirishlarini bekor qilish to'g'risida kelishim imzolagan. Hamda bu kelishim o'z navbatida Yevropa Ittifoqi gavdasining qurilishi uchun besilgan tunji qadam bo'lib hisoblangan ekan.